Saidahmad aka prezident bo'lsa agar qanaqa bo'lar ekan? Akang Botir o'rtaga yotir degan. O'zimga faraz qilyapmanki, ancha-muncha erkaklardan qo'rqmaysiz. Shunaqa, ha? Siz 100 ga kirganda meni chaqirasiz. Nasib bo'lsa. Daje men juda to'lqinlanib ketdim, kechirasizlar. Men daje to'lqinlanib ketdim. Rahmat. Salomat bo'ylar. Bu bo'ying necha? 1.90. 1.90? Yana o'syapsanmi? Kim o'z qo'li bilan topshiradi mustaqilligini? Kim? Bormi tarixda bunaqa narsa? Meni fikrim bo'yicha O'zbekistonda yashayotgan million yoshlar o'zimni bolam. Menday odamni o'zgartirib bo'lmaydi. Bu ulug' millat. Bu millat ko'rasizlar.